Assalomu alaykum akalar, sizlar bilan bugun Minecraft'ning uchar kanali. Hozir biz mod eng yaxshi modni tekshiramiz. Uning uchun biz mod of ikkita f va randomness deb yozamiz. Mana randomness. Night'ni bosamiz va bizda birinchisida chiqadi mkh va og mod of randomness shunaqa ko'rinishda chiqadi. Mana akalar modlar haqida ma'lumotlar o'ylaringiz ko'rib chiqasizlar. Bulutlar, nima narsalar o'tik. Mana 25 megabaytligini skачать bosasizlar, farqi 100 megabaytmi. Mana vaqt o'tibdi, skачать bosasizlar va начинать загрузка chiqadi. Va uni biz загрузкада ko'rsak bo'ladi va vaqt o'tib va mana shu mod skачать bo'ldi va Minecraft'ni ochishni bosamiz. Minecraft ochildi. Mana Minecraft ochildi. Ko'rib turganingizdek, hali men Minecraft'da yangi skачать qilganman. Qo'shimcha tvorческий qilamiz. Mana bezonni qo'yamiz, operatorga qo'ysak, mana 0 chetini yozib tekshirib ko'ramiz. Oddiy mod qo'shilmagan bu yerda. Ikkinchisiga qo'yib просто o'ynash oson. Mana 0 kodida mana yonidagi daryoni ko'rib turibsizlar. Mana tabiati. Mana tabiatlar. Agar biz hozir ikkinchi modga tekshiradigan bo'lsak, mana boyagilarni qilib chiqamiz. Mana yana nolga qo'yib chiqdik. Ana endi eksperimentlarni yoqib chiqish kerak. Zararli education'ni yoqamiz va ana nabor resursов va nabor parametrов modni aktivlashtiramiz. Создать bosamiz. Загрузка o'tadi. Akalar, bu Minecraft boshqacha tusda bo'ladi. Mana biz tug'ilishimiz bilan qo'limizda qilichlar, narsalar paydo bo'ladi. Akalar, mana o'sha boyagi daryo 0 metr. Akalar, bu Minecraft o'xshamay qoldi boyaga. Mana akalar tabiat. Mana tabiat qo'ziqoq, mana tepadagi bulutlar. Quyoshni qaranglar akalar, dumaloq. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.